tomonda har bitta tuxumdonda ko'rib turganingizdek 12-13 tadan follikula bor. 23 yoshda bu yaxshi показатель. Hech qanaqa поддержкasiz уже bugun hayzning 10-kuni 18 millimetr dominantный follikul bor. Значит, follikula 18 dan 25 millimetrgacha yetiladi, yoriladi. Demak, bu yaxshi ko'rsatkich. 2-3 kun ichida sizda tabiiy ovulyatsiya sodir bo'ladi. Но, к сожалению, rentgen sнимогida ko'rib turganimizdek, o'zlari описаниеda ham ikkala труба не проходим, и плюс matkani ichki qatlamida не исключается синехия в полости matки deb yozilgan. Konkretно гистероскопия plus PRP terapiya o'zingizni qoningizni olinadi, plazma sentrifugda aylantirib, plazma отдельно, и именно o'sha o'zingizni qoningizdan olingan narsa целительныйroq hisoblanadi, chem antibiotik, gormonlarga qaraganda. Yoshingizni hisobga olganda 23 yoshda men sizlarga eko tavsiya etmayman, faqat trubalarni ochib laparoskopiya qilib ko'rishni tavsiya etaman. Хорошо?